Mana bu qo'yimiz tug'di mana. Qo'yimizni ko'zi astag'firullah, bitta ko'zlik. Hozircha tirik. O'lib qolsa kerak, yana Alloh biladi. Allohning mo'jizasi, Alloh bizga bergan, ko'rsatgan bir mo'jizalardan yana bittasi. Mana videolarda ko'rib hayron qolardik, mana o'zimizda ham mana uyimizda bo'lyapti bu mo'jizalar. Allohning mo'jizasi. Mana tumshuq bo'lgan tishlarini qaranglar mana. Tepa tishi bormi ekan? Tepa tishi yo'q ekan, to'g'ri, astag'firullah. To'lqa jag'i bor ekan. Pastda mana yumshoq shekilli. Enasi qaramagisi ham kelmayapti bu qo'ziga janim, bechora. Mana hozircha tirik. Bu hech qanaqa montaj emas. Bu haqiqiy bo'layotgan voqea. Shuni ko'rib, harom xarij yurganlarga bitta ibrat bo'lsa kerak.